Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube kanalining ko'rarmanlari. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog'liqlar yaxshimi? Mana bugungi videoyimda mana endi o'zimning munosabatimni bildirib, o'sha Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi demak, mana yana oz emas, ko'p emas, bir haftadan 7 kundan keyin 1 yillik yubileyi bo'ladigan mana shu katta bir shov-shuvli serialli voqea hodisa sudi tugadi deb mana ijtimoiy tarmoqlarda yozishyapti. Ana shu ayolni demak o'sha nima desak bo'lar ekan, jabrdiyda deydimi yoki bo'lmasam mazluma ayol yoki bo'lmasam zolim bo'lsa zolima ayolni nima deydi, shu sudi tugadi hozircha. O'sha bo'yicha ijtimoiy tarmoqlar endi yana gurullab yana yonib yotibdi. Yana bahs munozara. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, men sarlavhada yozib qo'yganimdek, bu serial yana xuddi qadimgi o'sha hali Marianna degan serial, oddiy Mariya, Klara deydigan seriallar bo'lardi, Guadalupe deydigan seriallar bo'lardi. Ana o'sha seriallardagi yana Uzapatrisha deydigan seriallar bo'lardi. Bilasizlar, Pidat bu bo'ladi. Ana shu Meksika seriallari, Venezuela seriallari kabi yoki bo'lmasam Hindistonda men uni kitobini o'qiganman, seriali ham bo'lgan. Buni hozir men aytayotgan seriallarni ko'pchilik yoshlar eslamasa kerak. Uning ancha bo'ldi. Kitobini o'qigan bo'lsa kerak. Mahabharat deydigan juda uzoq serial bo'lgan. Hind seriali. Juda qadimiy voqealar. Undan keyin Ramayana degan seriallar bo'lgan. Mana shu seriallardan ham o'tib ketyapti shu. Mana bu. Nima deydi? Nimaga shu sabab, nimaga aytaymi yo'q? Endi siz aytyapsizki, yoki mazluma ayol bu ayol yoki zolima ayol deyapsiz. Ne unaqa deyapsiz desiz, demak, kimlar uchun zolima, kimlar uchun mazluma? Sizni o'zingizni pozitsiyangiz yo'qmi, fikringiz desiz, men o'zimni pozitsiyamni, fikrimni mana shu videoyim davomida aqli bor, farosati bor insonlar o'zi nima qiladi, top bo'ladi. Nimaga desiz, zolima desa men baloga qolaman, mazluma desa men baloga qolaman. Men hali negativchilardan baloga qolaman deb gapirmayapman. Yo'q. Hozir bizani davlat demokratik davlat bo'ldi. Ana demokratiya degani bu nima degani? Bu erkinlik degani. Erkinlik nima degan savol bersa, hamma har xil javob beribdi-da. O'zi bir donishmand javob beribdi. Erkinlik shunaqa narsaki debdi. Uni yo'g'ida his qilasan debdi. Bor bo'lsa his qilmaysan debdi. Yo'q, qanaqa bu yo'g'ida his qilib bo'ladi? Bor narsani his qilib bo'lmasa ekanda, yo'q narsani his qilib bo'lar ekan. Mumkin emas bo'lsa, hali donishmand aytibdiki, kepti deb yoqqa kelibdi-da. Og'zi bilan burnini shartta bir minut bekitib turibdi hali qo'li bilan. Burnini siqyapti mahkam. Og'ziga kaftini qo'yib turgan ekan, hali pitir qilib pitirchilab og'zidan ko'piy chiqib o'lib qolishiga ozgina qolibdi. Nima bo'ldi desa, yo'g'ida his qildim debdi. Nimani desa, havoni debdi. Ana erkinlik shunaqa narsa. Bor bo'lganda his qilmaydi hech kimda. Chiqib olib hamma o'zining fikrini gapirib, ana bizada adolat yo'q, bizada haqiqat yo'q, bizada qonunlar ishlamaydi, Abror Muxtor Ali nima deyapti, u saroy mullasi, bu mamlaqa deydigan bir tomon. To'g'rimi yo'qmi? Palancha ana ayolga, o'shani otini o'zinglar bilasizlar.
ozodlik, palancha qahramon, palancha buyuk, mana biz yutdik, adolat qaror topdi degan taraf bir taraf. Endi adolat qaror topdi deb kechasi-yu kunduzi shu 1 yildan beri deyarli bor yani 8 oydan beri oktyabrdan shu narsa chiqib ketgan bo'lsa, birdan jon bo'lib chopib yurganlarim, men ko'rayotganlarim Sirojiddin media shu bola jalga ketdi. Bunaqa ishlarga aralashmasdi. Endi bu bunikitidan ketmadi, bu kes bo'yicha bu. Lekin ancha yaxshi obro'li, o'zi skromniy, o'tmishi ham, orqasi ham toza bola edi deb o'ylayman men. Endi ketidan mana Otabek Jo'rayev deydigani, mana kechagida xursand, bechara semirib ketibdi, men kecha voqeani suddan keyin. Biz yutdik, mana g'alaba, ko'rdingizmi? Har qanaqa paxshi ham mana demokratiyani sizga mevasi qanaqa bo'ladi? Yomonlik ham, yaxshilikni ham, paxshi ham bir bo'lsangiz bo'ldi, bir tomon bo'lsangiz. Mana shu demokratiya, seni nima ishing bor deydi. Mana masalan, Abror Muxtor Ali domla. Yana anu Temur Rais Sho va buni atrofidagilar mana keyinchalik anu Feruza Babasheva deydigani qo'shildi. Men bilganlarim shu, balki sizlar ko'proq 30 ta qittasini bilarsizlar bu pozitsiyada. Bitta pozitsiyaga bo'lganlar bor-ku, ular mamnaqa. Nima desam bo'lar ekan? Erkin Vohidov rahmatini she'ri bo'lardi, Kamoliddin Rahim ashlatgandi. Kimki behamiyatdur, chetdadur nazardan ham. Chunki behamiyatga solganing nazar zoyi deb yurgan bu yoq tarafdagi gruppa. Ular zolim deyapti. Ya'ni birovni oilasini buzib, tuhmat qilib ichki ishlarni hammasini qamatdi deyapti. U ularning fikri. Ana, men jurnalist bo'lmasam ham jurnalistikani qonun qoidasini bilaman. Rasman gapiryapmanmi? Bir tomonlama bo'lmayman. Endi mana bu o'sha Sirojiddin ukamiz, Sirojiddin media, mana bu Otabek Jo'rayev keyin voy, anta bir nimadan qurib qoldim, chopib borib qo'shilib ketgan. Ani Chirchiqlik bola Jahongirmi yo Jahongir. Keyin bittani Temur Rais, doim Temur Rais shu so'kadigan Rossiyada ishlab kelgan bola bor ekan. Otabek Hamidov va hokazolar ular bo'yicha bizni mana bu Draupadriyimiz, ya'ni o'sha Furqat tumanidagi maktab direktori ayol, demak mazluma. Juda xo'rlangan, zo'rlangan, zulmlangan. Endi farosat ko'zing bilan ko'rib turgan bo'lsang, u seni ko'zing, seni qalbing. Men kechqurun men naqa desam, bu shuning uchun men demokratik davlatda yashayapmanmi? Kimga qanaqa? Endi mamyo tarafdagilarchi, abrorlarga qarshi ularning shiori mana qilgan abrorlarniki. Demak, kimki behamiyatdir, chetdadir nazardan ham. Chunki behamiyatga solganing nazar zoyi. Gar quyon yurakli jazm etar bahodirlik, unga armug'on essiz tilla naqsh kamar zoyi deganlar ular. Endi mamyoda turib olganlar, biz yetdik, tabriklaylar deb bir-birini achomlab o'pib yurgan Otabeklar, shu otga ham shu Otabek qanaqa odam-da, bilasizlar, Abdulla Qodiriyning Otabegi. Yaxshi niyatda Otabek deb qo'yishgan shunga ham. Menga Adam rahmatli yaxshi niyatda Furqat deb ism qo'yganlar. Chunki Furqatni 100 yillik kinosi bo'layotgan paytda tug'ilganman deyman. 1958-yilda Furqatni 100 yilligiga bag'ishlab Moskva bilan birgalikda o'zbek film, yaxshi tarixiy film qilgan Furqatni maqtab. Ana shu Furqatni ma'rifatparvar, shoir degandan keyin bo'lmasa buni arablar meni otimni sakrab cho'chib ketadi arablar. Chunki Furqat ayrilgan, alohidalashgan degan ma'noni bildiradi-da Furqat. Shu gap kelganda aytib ketdik. Shunga o'xshab o'shalarga ham yaxshi niyatda Otabek deb ot qo'yishgan. Mana adam shoir bo'lsin, ma'rifatparvar bo'lsin durdilar. Lekin u darajada bo'la olmadim-ku, lekin bekorga Alloh taolo menga shu she'riyatga oshna qilmadi deb o'ylayman. Kichkina kitobchalarim havaskor sifatida chiqqan, ular bilan sizlarni hali ko'p tanishtirib boraman. Endi maqsadga o'tadigan bo'lsak,
Demokratik davlat shunaqa bo'ladi. Endi sudni qarang. Andijon tumani sudi, Quva tumanining sudini qaytadan ko'rib chiqish uchun ana ikkita jinoyat bormi, yo'qmi deyish uchun o salkam bir 6 oy o'tirdi. Ana sudyalarga ham ish topildi. Adolatli davlat, demokratik davlat degan so'z shunaqa bo'ladi. Baraka topkurlar. Kichkina misolni solishtirib beraman. Uzoq emas, men endi sizlarga aytmay qo'ya qolay. Menga kimligini mani juda yaqin bir qarindoshim. Yaxshi mushugini pisht demasdan bir o'g'li bir qizi bo'lgan. Bir o'g'li bir qizi. O'g'li 3 yashar, qizi 5 yashar. Lagerga borgan o'qituvchi bo'lgan. Rus maktabida, rus tili maktabida o'qituvchi bo'lgan. Yozda lagerga olib ketardi o'qituvchilar, o'sha pionerskiy lagerdir. Toqqa Bo'stonliqqa lagerga olib ketgan o'quvchilarni shunga rahbar bo'lib 15 kunga o'sha odam ham borgan. Meni yaqin qarindoshim. Borganlar. Bir odamga tik qarab gapira olmaydigan, bolalarini qo'lidan qo'ymaydigan, ayoliga shunaqa mehribon odam. Shu yerga borganda o'sha yerda bir povur o'rismi jigit xotinni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Yaxshi ko'rib qolgan ekan, shundoq bo'ldiki, kelgandan keyin shu o'zidan o'zi sekin yo'qolib kechqurun kelmaydigan odat chiqarib, oxir majbur bo'ldi. Tashab chiqib ketdi. Ikkita guldek bola ayolini. Faqat nimaga bunaqa qilsam deb olib kelsa, yo odamlar, yo boshqa bir qarindosh urug'lar o'sha katta o'rtaga tushsa, faqat xon yig'lardi. Boshqa gapi yo'q. Oiladan ayb topa olmaydi. Guldek bolalaridan, ayolidan. Mana guldek nima bo'ldi deng? Shundoq maktabga shu yetib qoluvdi xabar. Maktabga sud-put hali yo'q. Keyin sud bo'lib ajrashib ketib, undan o'sha jigit xotinmi, o'ris xotindan ikkita bolali bo'ldi-da, eng qizig'ini qarang. Bir bolasi Voronejga olib ketdi. Bitta o'zi chol bo'lib qolib ketgandan keyin, onasi bo'lib ketgan. Voronejga olib ketsa, Voronejda Suluchayna o'sha odamning navarasi, ya'ni qizini o'g'li. Suluchayna borib qolsa bir qishloqqa. O'zbekni ko'mish kerak. Bu yerda tovut yo'q. Zambilda olib borib ko'madi deb turganda o'sha navara borib ko'mdi, ishoning. Bu juda bir tarix. Buni nimaga aytyapman? O'sha maktabga shundoq quloqga rayon o'dirdi. Kirvskiy rayon o'dirdi u paytda. Hozirgi bunda Mirzo Ulug'bek tumani deydimi? Yo'q, Yunusobod tumani deydi. Hali sud-put, qog'oz, sud reshina, hech narsa, prokuror sanksiya, hech narsa yo'q. Maktab direktoriga shundoq maktab ma'muriyatiga yetib borgandan keyin siras chaqirib, ishdan arizasini olib, haydab, sen o'qituvchilikka noloyiqsan. Sen bolangni tashab, ikkita guldek bolangni tashab chiqib ketgansan. U yomon ish qilayotgani yo'q o'zini nazarida, demokratik qarasangiz. Boshqa xotini sevib qo'yapti, o'ylamayapti. Ishdan haydaganda ham bor-u, pasportiga mana shunaqa xulq-atvor, Trudovoy knishkasiga. Xulq-atvori o'qituvchilikka noloyiq deb yozib, 41-statya deb statya bilan urib bergandan keyin umrining oxirigacha o'pkasidan rak bo'lib qolguncha shu odam bechara, Xudo rahmat qilsin. Mayli, kim bo'lsa Xudo rahmat deymiz musulmon kishini. O'sha hozirgi mana bu Krapes deydi, Novomoskovskiy dedik, o'sha yerda laka kraska zavodidan boshqaga ishga olmagan. Mana sizga xulosa. Mana ko'rib olavering. U paytda demokratiya yo'q edi Sovet davlatida. Zulmkor davlat edi. Mana sizga demokratiya. Marhamat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hech kimni men kayfiyatini buzmoqchi emasman. Xulosa qiling deyapman faqat do'stlar, xulosa. Negativ yozasizmi? Pozitiv yozasizmi? Xulosa qiling. Mana shu 1000 tadan bitta odam shu gapdan o'zi bir xulosa qilsa ham nima bo'ladi? Menga foyda, menga yaxshi. Jamiyatga ham foyda. Shuning uchun aziz muxlislarim, aniqdan so'radim. Yo'q-ku, anaqa nima dedi? Like deydimi? Ani temir show aytadi, ekranga ikkita turib qo'ying deydi-ku. Podpisatsiya. Mayli, taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Hamisha yurtimizda yaxshilik bo'lsin, jamiyatimizda yaxshilik bo'lsin.